Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 32-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda ismi fa'il bilan tanishib chiqamiz. Ismi fa'il degan nima? Ismi fa'il deganimiz ismun mushtaqqun min fi'lin liyadulla ala man qama bihi al-fi'lu bi ma'na al-huduth. Ismi fa'il deganimiz fi'ldan u fiilni ebbagan kishini bildirish uchun chiqarilgan ism. Ism fa'il deganimiz fiildan shu fiilni ebbagan kishiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Demak, bu fiildan shu fiilni ebbagan kishiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism ekan. Endi shu fiilni hudus ma'nosi bilanmi yoki thubut ma'nosi bilanmi desa, bi ma'nal hudus. Hudus ma'nosi bilan. Yani hudus ma'nosi deganimiz odamdan vaqtliq yuz beradigan bir hodisa ma'nosi bilan. Masalan, katibun, mujtahidun desak, bular ismi fa'il. Bu katibun kataba degan fiildan mushu kataba yazdi degan ish harakatni ebbagan odamga dalolat qilish uchun hudus ma'nosi bilan chiqarilgan ism. Hudus ma'nosi deganimiz yozg'uchi, bu odamdan yuz beradigan bir hodisa. Bu yozg'uchi degan tug'ilgandan tortib o'lgan qadar yozg'uchi bo'lamdi yoki bu odamda vaqtliq yuz beradigan hodisami? Bu vaqtliq yuz beradigan hodisa. Demak, mana bu hudus ma'nosi degan odam davom qilmaydigan vaqtliq yuz beradigan hodisani ko'rsatadi. Demak, ismi fa'il deganimiz fiildan shu fiilni ebbagan kishiga dalolat qilish uchun hudus ma'nosi bilan chiqarilgan ism. Katibun yozg'uchi, mujtahidun tirishquchi deganga o'xshaydi. Unda bo'lsa ismi fa'il degan shu fiilni ebbagan kishini bildirish uchun chiqarilgan ism ekan. Bu qanday chiqariladi deganda, bu sulasi mujarrad fiildan fa'ilun o'lchamiga asosan chiqariladi. Demak, sulasi mujarradni biz fa'ilun o'lchamiga kelsak, bu ismi fa'il chiqqan bo'ladi. Masalan, kataba katibun, jalasa jalisun, waqafa waqifun deganga o'xshaydi. Katibun najihun, najaha najihun, qala qailun deganga o'xshaydi. Demak, sulasi mujarradning fa'ilun o'lchamiga asosan chiqadi ekan. Sulasi mujarradning boshqasidan qanday chiqadi deganda bu nihoyat qulay. Sulasi mujarrad fiilning boshqasidan shu fiilningki fe'l mudori'ni kelib, mudori'at harfining o'rniga tashqi qilgan mimni va uning oxirisining ilgirki harfini zir qilsak, buni bo'ladi ism fa'il chiqadi. Masalan, daydo ismi fa'il va min g'ayri sulasiyil mujarrad, sulasi mujarradning boshqasidan mudori qurilmasiga asosan chiqariladi. Mudori qurilmasiga asosan chiqariladi. Nimadan? Min zalikal fi'l. Shu fiilningki mudorisining qurilmasiga asosan. Bimimin madmuma makan harfil mudari'. Mudari'at harfining o'rniga tashqi qilgan mimni qo'yish bilan va oxirining ilgari istinasini zir qilish bilan chiqadi. Demak, sulasi mujarradning boshqasidan fi'l mudori qurilmasiga asosan mudari'at harfining o'rniga tashqi qilgan mimni qo'yish, oxirining ilgari istinasini, harfni zir qilish bilan chiqadi deymiz. Masalan, adkhala yudkhilu, kirgizdi. Bu adkhala sulasi mazid fiil. Endi biz bu fiildan ism fa'il chiqarmoqchi bo'lsak, bu fiilning mudori'at harfini kelamiz. Adkhala yudkhilu bo'ldi. Yudkhilu mudori'at harfi qaysi? Tunji ya harfi. Bu tunji mudori'at harfi bo'lgan yani biz tashqi qilgan mimga o'zgartiramiz. Nima bo'ladi? Mudkhilun. Buning oxirisining ilgari harfi bo'lgan mudkhilundagi ha harfini qanday qilamiz? Zir qilamiz. Mudkhilun. Buni zir qilmasaqmi zirti? Agar zir bo'lmay qolib qolsa, buni biz zir qilamiz. Demak, sulasi mujarradning boshqasidan mudori'at harfining tashkili o'qilgan mimga almashtirish, oxirining ilgirisini zir qilish bilan yasaladi. Mudkhilun istakhraja yastakhrijudun mustakhrijun. Yastakhriju degan mudori'at harfi bo'lgan, ya'ni tashqi qilgan mimga o'zgartdi. Oxirining ilgirki harfi bo'lgan rani zir qildi. Mustakhrijun bo'ldi. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda masdarni so'zlagan vaqtimizda
masdar o'zining fe'lining amalini qiladi. Ya'ni xuddi o'zining fe'li keyindagi ismni fa'illikqa asosan tashkil qilgandek, uningdan kelgan ismni maf'ullikqa asosan zivar qilganidek, bu ismi fa'ilmi keyindan kelgan ismni fa'illikqa asosan tashkil qiladi. Demak, bu ismi fa'ilmi o'zining fe'lini amalini qiladi. O'zining fe'lining amalini qiladi deganga şu sözning o'rniga şu ismninki o'zining fe'li kelganga o'xshash holatda bo'lalaydi degan gap. Deydi ya'malu ismul fa'il amala fi'lihi in kana bi ma'nal hal aw al istiqbal. Ismi fa'il o'zining fe'lining amalini qiladi agar hal, ya'ni hozirgi zaman yoki kelgusi zaman ma'nosida bo'lib qolsa. O'zining fe'lining ma'nosini amalni qiladi. Mutlaq amal qilamdi desa yo'q. Mundaq bir qancha shartlar ostida o'zining fe'lining amalini qila oladi. Ya'ni xuddi shu ism fa'ilning asli fe'li kelganga o'xshash o'rinda tura oladi. Birinchisi mubtadaga yo'nalib turib, ya'ni ism fa'il mubtadaga yo'nalib turib o'zining fe'lining amalini qila oladi. Ya'ni o'zining fe'li qanday amal qilsa, shu amalni ism fa'il qila oladi. Masalan, axuka qari'un darsahu. Qarindishingiz o'zining darsini o'quvchi desam, axuka mubtada bo'ldi. Demak, bu yerda qari'un axuka degan mubtadaga yo'landi. Qari'un darsahu degan bu ismli jumla xabar oldi. Endi qari'un darsahu, qari'un ismi fa'il oldi. Shundaqla qara'a degan fe'lning amalini qildi. Qara'a degan fe'lning amalini qildi. Qarabiyadagi fa'ili yushurun damir. Huwa darsachu maf'ulun bi. Demak, bu yerda qara'a darsahu, darsa maf'ulun bihi qasasini nima qildi? Zibar qildi deymiz. İkincisi aw yasbiqahu harfun nafi. Yoki uningga nafi harfi ilgari bo'lsa. Ya'ni ism fa'ilning oldiga nafi harfi kelib qolgan bo'lsa, ism fa'il o'zining fe'lining amalini qila oladi. Masalan, ma qatilul falastiniyina illa al-yahud. Falastinliklarning qotili faqat yahudiylar. Bu yerdagi ma qatilul falastiniyin ve qatilu degan ismi fa'il ma qatalal falastiniyina illa al-yahud deganga o'xshagan. Ya'ni qatilu degan ism fa'il qatala degan fe'lning qana qildi, amalni qilib, al-falastiniyinni qana qildi, zivarlik o'rinda ya bilan keltirdi deymiz. Demak, ma qatalal falastiniyin deganga o'xshagan, qatilun degan ism fa'il nafining ma'siga yo'nalib turib, ya'ni nafining ma'si ilgari kelganligi uchun o'zining fe'lini amalini qildi deymiz. Üçüncüsü istifhamning hamzasiga yo'nalib turibmi o'zining fe'lini amalini qila oladi. Masalan, amusafirun akhuka, qarindishingiz musafirmi? Bu yerdagi musafir degan ismi fa'il asafara akhuka deganga o'xshagan. Musafir degan ism fa'il safara degan fe'lning amalini qilib, keyindan kelgan akhuk degan bu ismni fa'illikqa asosan pesh qildi. Akhuk degan asma-u sitta bo'lganligi uchun pesh o'rnida bu bilan akhuka deb keldi deymiz. Shunga bu jumlani biz akhukni fa'il deymiz. Qani buning fe'li desa, musafirun degan ismi fa'il safara degan fe'lning amalini qilib, keyindagi akhukni fa'illikqa asosan pesh qildi deymiz. Shuning uchun bu yerda musafirun akhukni xuddi asafara akhuk deganga o'xshash keldi. To'rtinchidan aw mavsuf. Sifatlang'ichgacha mavsufga yo'nalib turib o'zining fe'lining amalini qiladi. Marartu bi rajulin hazimun amti'atahu. O'zining yuk taqlarini tengayotgan bir odamning qashidan o'tdim desam, bu yerdagi hazim ismi fa'il. Rajulcho mavsuf sifatlang'ich. O'zining yuk taqini tengayotgan odamda bu yerdagi rajulni tang'uchi degan sifatlang'ich sifatladi. Endi hazim degan ismi fa'il sifat rajul degan mavsufga yo'nalib turib, xuddi hazama amti'atahu deganga o'xshagan. Hazama degan o'zining fe'lining amalini qilib, amti'atahuni maf'ulga asosan zivar qildi deymiz. Hazama deganning fa'ili yushurun, amti'ata maf'ulun bihi asosan zivar qildi. Demak, ismi fa'il agar hozirgi yoki kelgusi zamonni bildasa, bu birinchidan mubtadoga yo'nalib turib, ikkinchidan nafi harfi ilgari bo'lsa, uchinchidan istifhom harfi ilgari bo'lsa, to'rtinchidan mavsuf ilgari olgan bo'lsa, o'zining fe'lining amalini qiladi.
Ammo bu yerda bir diqqat qilishlik muhim qoidadan birisi. İsmi fa'il aliflamliq bo'lib qolsa, shartsiz o'zining fe'lini amalni qiladi. Yuqorida so'zlagan shartlarning hech qaysisi shart qilinmaydi. Deydi: "İza kana ismul fa'il mu'arrafan bil lam ya'malu amalu fi'lihi bila shurut." Agar ismi fa'il alif lam bilan aniq ismi fa'il bo'lgan bo'lsa, aniqlangan bo'lsa, o'zining fe'lining amalini shartsiz qiladi. Masalan, al-mukrimu dayfahu mashkurun degan o'xshaydi. O'zining mehmonini hurmatli odam mashkur, rahmat aytishga tegishli odam. Demak, bu yerdagi al-mukrimu dayfahu, dayfani qildi, zivar qildi. Nima uchun zivar qildi? Dedi akrama dayfahu deganga o'xshagan, dedi mukrim degan ismi fa'il xuddi akrama deganga o'xshash o'zining fe'lini amalni qilib, dayfani maf'ulun bihi asosan zivar qildi deymiz. Demak, ismi fa'il alif lamliq bo'lib qolsa, shartsiz amal qiladi. O'zining fe'lining amalni qiladi. Ismi fa'ilga aloqador bo'lgan mazmun mushahada oxirlashdi. Buningga bir dona ko'nikmini berdik, buni sizlar ishlaysizlar. ضع اسم الفاعل مع ذكر سببه من كل فعل مما يأتي. Bularning hammasi fe'ldan uning sababini bayon qilish uchun ism fa'ilni qo'ying. Birinchisi jalasa. Ism fa'il qanday chiqadi? Jalisun. Nima uchun jalisun chiqadi? Li'annahu thulathiyyun. Chunki u thulathi mujarrad fa yushtaqu ala wazn fa'il. Shuning uchun fa'il o'chimiga asosan chiqadi. Yahsunu. Ism fa'il qanday chiqadi? Muhsinun. Nima uchun buningda muhsinun chiqadi? Chunki bu thulathi mujarradning boshqasi. Buningda mudorat harfi bo'lgan yaga tashqi bo'lgan mimni kelimiz. Oxir harfning ilgisi bo'lgan sinni zir qilimiz. Muhsinun bo'ldi. Demak, bu shunga o'xshagan ism fa'ilni chiqarisizlar va uning chiqarish sababini bayon qilasizlar. Endi o'rganmoqchi bo'lganimiz siyag'ul mubolag'a. Mubolag'a siyg'asi. Nimaning mubolag'a siyg'asi deganda bu ism fa'il ma'nosidagi siyg' mubolag'ani ko'rsatadi. Demak, ism fa'il deganimiz bir ishni qilg'uchi. Siyag'ul mubolag'a degancha bir ishni qattiq qilg'uchi. Masalan, katib bo'lsa ism fa'il, yolg'on so'zlaguvchi degan bo'ladi. Kazzab bo'lsa qattiq yolg'on so'zlaguvchi degan. Demak, siyag'ul mubolag'a degan ism fa'il ma'nosidagi mubolag'a ismni ko'rsatadi. Hamda buning o'lchamlik tunishtirilishi siyag'ul mubolag'a deganimiz, uning tunishtirilishi asma'un tushtaqu min al-af'ali lid-dalalati ala ma'na ism al-fa'il bi qasd al-mubolag'a. Siyag'ul mubolag'a fi'illardan ism fa'ilning ma'nosiga mubolag'alashtirish maqsadi bilan chiqariladigan ism. Demak, ism fa'il ma'nosiga mubolag'alashtirish maqsadi bilan fe'llardan chiqariladigan ism. Masalan, tawwab qattiq tavba qilguvchi, kazzab qattiq yolg'on so'zlaguvchi. Demak, buning ism fa'il ma'nosi bor, ammo mubolag'alashtirish o'z ichiga olgan. Endi buning vaznlari qanday bo'ldi deganda, siyag'ul mubolag'aning vazni ba'zi grammatikchilar olimlar, ko'pincha grammatikchilar olimlar buningki simoiy anglash bilan bo'ladi deydi. Ammo shundaqdimi buningki bir qancha eng ko'p qo'llaniladigan o'lchamlari bor. Buning o'lchamlari qatoridan birinchisi fa'al. Fa'al. Masalan, innahu kana tawwabar rahima. Jaddan Alloh taolo bak tavbani qabul qiluvchi va rahimdir. Rahimdir. Ikkinchisi mif'al. Miqdor deganga o'xshagan ko'p qilguvchi. Uchinchisi fa'ul, g'afur, shakur deganga o'xshagan. G'afur qattiq mag'firat qilguvchisi. Fa'il, rahim degan qattiq mehribon. Rahima, g'afur bu yerda ortiq yozilib qoldi. Undan keyin fa'il. Xuddi qaliqun degan gap, qattiq fa'ilni o'lchaydi. Qattiq bir insirgan odamni ko'rsatadi. Hadrun degan gap qattiq ogoh bo'luvchi. Demak, mana bular siyag'ul mubolag'aning nimalari qurilmasi. Endi siyag'ul mubolag'a bu fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il o'lchamiga kelgan bu siyag'ul mubolag'alar xuddi ismi fa'il o'zining fe'lining amalini qilgandek, bumi o'zining fe'lining amalini qiladi. Buningda qanday shartlar so'zildi deganda, ismi fa'ilda so'zlangan shartlarning o'zi shu. Ismi fa'ilda so'zlangan shartlarga asosan bumi o'zining fe'lining amalini qiladi. Fa'al, fa'alaning amalini qiladi. Tawwab, taba degan fe'lni amalini qila oladi. Miqdor, aktara degan fe'lning
amalni qila oladi. G'afurchi, g'afara degan fe'lni amalni qila oladi. Mushunga o'xshaydi. Deydi siyag'ul mubalag'a ya'malu amali fi'lihi bi shurutil mazkura fi ismi fa'il. İsmi fa'ilda so'zlangan shartlar bilan o'zining fe'lini amalni qila oladi. Siyag'ul mubalag'a ismi fa'il so'zlangan shartlar bilan o'zining fe'lini amalni qila oladi. Demak, siyag'ul mubalag'aningki qoidasi mana bu. Hamda buni ko'nikma berilgan, buni ishlaysizlar. Ayyin siyag'ul mubalag'a fima ya'ti wa dhkur ma'mul kull minha in wujid. Siyag'ul mubalag'a tuvandagi siyag'ul mubalag'ani muayyanlashtiring va uningdan har ma'mulni agar tepilsa so'zlar. Ma'mul bo'lib qolsa so'zlaysizlar. Masalan, lillahi allamul g'uyub. Allohu allamul g'uyub. Allohu allamul g'uyub. Allah g'ayblarni bilguchi, qattiq bilguchi, olim bo'lsa bilguchi, Alloh bo'lsa qattiq bilguchi. Fa'al o'lchimidagi siyag'ul mubalag'a. Siyag'ul mubalag'a qaysi? Allah. Buning ma'muluchi al-g'ayb. Shunga allamul g'ayba deb o'qiymiz, zivar qo'yamiz. Xuddi alimal g'ayba deganga o'xshagan, Allah alima degan fe'lni amal qilib, g'aybani qanday qildi, zivar qildi. O'lchimichi fa'al. Mush o'lcham. Allahu g'afurun zambat taibi. Buningdagi siyag'ul mubalag'a qaysi? G'afurun. Ma'muluchi zamba. Shuning uchun zivar o'qildi. Vazni-chi fa'ul. Mushning asosan ishlaysiz. Unda bu saboqdoshlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelar soat darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.